qo'yiladi, ona protokol qilinadi, keyin almashiladi. Hozir masalan karburatör ochish uchun masalan ochaman desam yugur narsa qanaqa? Yo'q, bir soat yana men bu yo'q, bir soatda ochiladi. o chaqirib anasi ko'p bo'lib ketmaydi. Yo'q, bir soatda ochiladi. Faqat qanday yig'iladi, protokolga qo'l qo'yiladi. Ha, vazirlik qanday yig'ilish kerak uni? Ha, qo'l qo'yilib o'sha ilova qilinadi, ustob yaratiladi, bu. Yig'ilmagan, yig'ilib rasm kerak-da. Endi o'zlaringiz protokolga qo'l qo'yib, jiydirib bor so'z o'tiradiganini saylab, shuni rahbar qilingizlar. So'ngra hamma jiymasa bo'lmaydi. Misol uchun Sho'rbuloqda taklif qilindi. Sho'rbuloq endi bizning mahalla emas edi, mustaqillikni o'zimiz oldik, o'zimiz. Bu yer bizning mahallamizning Agrobankka qaraydi. Mustaqillik olamiz deb oldik. Alloy ma'lumotga chiqdim. Alloy ma'lumotda ko'p nima desa shu dedi. Yunusov Sheraliyevaga telefon qildim, u ham Jizzaxdaman ishdaman dedi, ko'p nima desa shu dedi. Xo'sh, Ubaydlarga ham xuddi shunday dedi, zapravka ketayotgan dedi, u ham shunday dedi. Gaplashganimizda. Ajab bir aka kelmadi unga. Hozir sizlarda ishlaringizni kelishsalar bo'ladi. Rossiyaga ketdim. Mallar hozir. Lekin O'sha ma'lum, davlat egin qilyapman dedi, u ham ko'p nima desa shu, men ham shu ishlarimizni tugatib olganlarim bor ekan lekin. Telefon o'sha topshirib olganlar. Onlar Qarang, Ravshan aka deb Chorlashadi o'zlari. o'rgatib pastida yerlar. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Albatta matizam bor. Shu yoqda ham bor. Bu yoqda Biz so'rimiz bo'ldi. Bizim oxirgi Bahramat aka bilan